Assalomu alaykum hammaga. Bugun Promo kompaniyasidan foydalanadigan obunachilarimizga bokslarimiz qanday sozlanishini ko'rsatib o'tamiz. Sozlamalarda narx o'zgartirish, ekrandagi yozuvlar o'zgartirish, admin chaqiruvlarni boshqarish va boshqa sozlamalarni, bonusoviy sozlamalarni qanday qilishni ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda sizda Promo apparatlari bo'lishi kerak. Boksimizni ochgan holatda ichkaridagi avtomatni o'chirishimiz kerak bo'ladi. Sistema to'liq o'chgandan keyin bu yerda qizil knopkamiz bor. Qizil knopkani bosish orqali apparatimizni yoqamiz. 2 marta tillagan ovoz chiqadi. Ovoz chiqqandan so'ng qizil knopkani qo'yib yuboramiz va o'zimizga qulay holatda boksni tayyorlab olamiz. Xo'sh, iPhone bor odamlar Safari'ga kiradi. Android telefon boshqaruvni ishlatadigan foydalanuvchilarimiz Google orqali nastroyka qilishi mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda Wi-Fi ga kiramiz va Wi-Fi ichidan Promo degan Wi-Fi ni qidirib topib, ustiga bosib bog'lanamiz. Hech qanaqa parol bo'lmaydi yangi versiyamizda. O'sha bosish orqali ustiga bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin Google ga kiramiz. Bu yerga IP adres kiritishimiz kerak bo'ladi. 192.168.4.1 qilib qidirishni bosamiz. Qidirganimizdagi ko'pchilikda mana shunaqa oyna chiqadi, sozlamalar oynasi. Bu hammada har xil chiqishi mumkin. Kimdadir agar desktop versiyasi bo'lsa, bunaqa holatda ko'rinishi mumkin. Ko'pchilikda telefon versiya bo'ladi. O'sha telefon versiyaga o'tkazib sozlashlarni ko'rsatamiz. Birinchi navbatda sozlamalar suv deb yozilgan. Suvimiz misol uchun hamma joyda harflar atalishi mumkin. Odatda suv deb yozilgan yoki katta harflarda yozib suv deb saqlab qo'ysak bo'ladi. Suv. Bu yerda price deb yozilgan. Bu yerga narx o'zgartiramiz. Ko'p joyda suvni 1 minut uchun narx belgilangan. Bu yerda 2,5 ming so'm ekan. Siz yaqin atrofingizdagi narxga qarab turib, buni o'zingizga moslab o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun 2,5 ming, 2 ming so'm. Saqlashni bosamiz. Keyin yana bir eslatma, bizda ikki xil versiya mavjud. Inverterli va bez inverterli, puskatellik rejimda ishlaydigan samomoykalarimiz mavjud. Agar sizda inverterli versiya bo'ladigan bo'lsa, birinchida turgan galichkani o'chirgan holatda saqlab qo'yishingiz kerak. Buni yoqish mumkin emas. Agar sizda puskatellik versiya bo'ladigan bo'lsa, ushbu galichkani yoqib qo'yamiz. Mana shu galichkani yoqqanimizdan so'ng saqlashni bosamiz. Shunda sizda inverterlikdan puskatellik rejimga o'tgan hisoblanadi. Narxlar o'zgartirish tushunarli bo'lsa, bu yerda penalarning yozuvi, misol uchun Magic pena bo'lishi mumkin. Magic pena bo'lishi mumkin. Narxi 5000 so'm bo'lishi mumkin. 5000 so'm bo'lishi mumkin. Bu yerda rasxod kontrol qilish uchun sozlamalar, maxsus sozlamalar oynasi qilingan. Bu yerda misol uchun agar biz 200 ga 200 qilib qo'yadigan bo'lsak, 50% sizda rasxod kamayadi. Agar pastdagini kamaytirsangiz, misol uchun 100 qilsangiz rasxod ko'payaveradi. Buni aksi bo'ladigan bo'lsa, rasxodingiz kamayaveradi. Lekin effekti o'sha joyga qarab turib kamroq yoki ko'proq bo'lishi mumkin. Shunga qarab turib buni o'zgartirish kerak bo'ladi. Endi standart sozlamalarda puls rejimni yoqsak xuddi shunday ishlaydi. Agar puls rejimi o'chiq bo'lsa, standart holatda ishlaydi. Agar sizda puls rejimi yoniq bo'lsa, mana shu nastroyka bo'yicha rasxod kontrol qilib o'chirib yoqadi. Agar sizda puls modi o'chiq bo'lsa, o'sha ulkalar pryamoy bor maksimal kuchi bilan ishlashi mumkin bo'ladi. Bu o'sha joylarda suvni tarkibiga qarab turib sozlanadi asosan. Shunga qarab himkatda effekt har xil bo'ladi. Rasxod kontrol qiladigan oyna shu hisoblanadi. Bizda agar puls modi kerak bo'lmasa, buni o'chirib qo'yganimiz ma'qul bo'ladi. Agar sizda inverterli versiya bo'lsa, buni ham o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi. Xo'sh, qolganlari ham xuddi shunday. Voskga narx o'zgartiramiz, nanoga, aktiv ximiyaga, osmosga narx o'zgartirishimiz mumkin. Oxirgi funksiya sizda bo'lsa o'zgartirasiz, bo'lmasa shu holatda qolgani yaxshi bo'ladi. Keyingi sozlamalar oynasiga o'tamiz. Bu yerda display deb yozilgan, displey ustiga bosadigan bo'lsak, ekranda chiqib turadigan, ko'rib turishingiz mumkin, ekranda chiqib turadigan yozuvlarni o'zgartirib ko'ramiz. Misol uchun to'lang va yuving o'rniga
Promoy deb yozamizda saqlashni bosamiz. Mana promoy deb yozdik. Saqlagan paytimizda promoy degan yozuvni o'zi chiqyapti. Agar biz yondagi galichkani o'chirib saqlaydigan bo'lsak, hozir ekranga qarab turasizlar, o'chirib qo'ygan holatda saqlaymiz. Hozir yozuv aylanib qaytishini kutamiz. Hali saqlashni bosmadik. Agar scroll o'chgan holatda saqlaydigan bo'lsak, faqat yozuvni o'zi qoladi. Chunki yozuv scroll bo'lishdan to'xtaydi. Keyingi ikkinchi qatorda yozuvni o'zgartirish uchun bu yerga o'zimiz xohlagan so'zni yoki bo'lmasam brend nomini yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun car wash qilib scrollni bosib saqlaydigan bo'lsak, mana pastda o'sha yozuv paydo bo'ldi. Xo'sh, bu pauzani bosgan paytda chiqadigan yozuv pauza yoki boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Misol uchun stop deb yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'sha pauzaga tushgan paytda shu yozuv chiqadi. Stop deb yozib saqlandi. Xo'sh, bu yerda ekran tezligi ko'rib turishingiz mumkin. Ekran juda sekin o'tyapti. Agar buni tezlatmoqchi bo'lsak, buni kamroq qilib sahrangiz qilib qo'yamiz. Qancha kam bo'lsa, shuncha yozuv o'tishi tezlashadi. Tepadagini scroll qilib qo'yish uchun galchka qo'yib qo'yamiz. Mana ikkovi ham scroll bo'lib turibdi. Xo'sh, bu asosiy ekranda ko'rinib turadigan oyna edi. Hozir konfiguratsiya bo'limiga o'tamiz. Konfiguratsiya bo'limida bonusiy sistemalarni aktivlashtiramiz. Bu yerda hafta kunlari qo'yilgan. Hafta kunlarini necha foiz bonus bermoqchisiz? Misol uchun dushanba kuniga men 50% bonus bermoqchiman yoki 20% bonus bermoqchiman. Hafta kunlarini tanlab qo'yamiz. Hafta kunlarini tanlagan holatda bonus berishimiz mumkin. Misol uchun juma kunga 50% bonus berishimiz mumkin. Qolgan kunlari klient chaqirish uchun 20% bonus qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'sha qaysi hafta kuniga necha foiz bonus berganingizga qarab, qurilma o'zi avtomatik ravishda o'sha bonusni aktivlashtirib beradi. Keyingisi bu summaga nisbatan bonus. Misol uchun sizda o'rtacha yuvib ketadigan odamlar bitta mashinasini 15 ming so'mga yuvadi. Agar siz 16 ming so'mga bonus qo'yib qo'ysangiz, odamlar sizga qo'shimcha o'sha bonusni olish uchun yana mablag' tashab ketishi mumkin bo'ladi. Misol uchun 16 ming so'mga necha foiz? 30% bonus belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Pastda xuddi shunday 20 ming so'mgacha boshqacharoq bonus berilgan qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun 20 ming tashsa ko'proq bonus beradi. Buni aktivlashtirish uchun galichkalar yoqib qo'yiladi. Yoqqan holatda aktivlashadi bu funksiyalar. Qolgan payt galichkani o'chirib shablon sifatida saqlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bu summaga nisbatan bonusimiz hafta kunlarida bonuslar ochiq holatda ishlaydi. Misol uchun qaysidir hafta kunida 0 bo'lgan kuni bu bonus aktivlashadi. Yoki hammasi 0 qilib qo'ysa, doim mana shu bonusda ishlaydi. Biz saqlashni bosamiz. Bu yerda so'm O'zbekistoncha ishlamaydi. Agar boshqa davlatda bo'lsangiz, sizda pul birligi boshqacha bo'lsa, so'm o'rniga boshqa summa kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bunisida ko'proq priyomnik turiga qarab turib, pulslarni narxini belgilasa bo'ladi. Bu ham standart bo'ladi. Bunga tegmaganingiz ma'qul bo'ladi. Displey ogohlantirish necha sekund qolganda ekranda ogohlantirish ko'rsatish kerak. O'shani belgilasangiz bo'ladi. Misol uchun 30 sekund qolganda pulingiz tugayib turganligi haqida 30 sekund oldin ogohlantiradi mo'lka foydalanuvchilariga. Pastdagi bepul kutish vaqti bu minutda belgilangan, odatda 5 minut qo'yiladi, ko'p joyda 3 minut ham belgilanadi. Bu bepul kutish vaqti tugagandan keyin pulidan qancha qiymatga yechib qolish kerak. Har sekundiga 100 so'mdan belgilab qo'yilgan. Agar buni siz kam deb o'ylasangiz, buni ko'proq 200 so'm qilib qo'yishingiz mumkin, yoki ko'p deb o'ylasangiz, balki 10 so'm yoki 50 so'mdan sekundiga yechadigan qilib qo'yishingiz mumkin. Bizda standartni 100 so'm qilib qo'yilgan. Pastdagisi bu avtopauzani yoqish va o'chirish. Bunisi total stop rejimda yoqish va o'chirish. Bunisi o'sha avtopauzaga necha sekunddan keyin tushishligini nastroyka qilib beradi. Bizda standartni 2 sekund qilingan. Buni misol uchun 4 sekund yoki bo'lmasam ko'proq qo'yib qo'ysangiz, o'sha pistolet qo'yib yuborgandan keyin ko'proq vaqtda qanchadir vaqtdan keyin o'sha belgilangan 6 sekunddan keyin avtopauzaga tushadigan bo'ladi. Xo'sh, bizda standartni 2 sekund qilingan, buni saqlab qo'yamiz.
Keyingi oynada sanalarni to'g'irlash, misol uchun birinchisi soat hisoblanadi. 14 bizda 52 bo'libdi. 52 qilib belgilaymiz. Bugungi sanani yozamiz. Bugungi sanamiz 28 ekan. 28 5-oy 25-yil saqlab qo'yamiz. Bu nima uchun kerak? Bizda bonusoviy sistemalar to'g'ri ishlash uchun, hafta kunlarini hozirgi kun bilan to'g'irlash uchun ishlaydi bu nastroyka o'ynamiz. Keyingi oynaga o'tamiz, networking. Bu joyda admin chaqiruviga qo'yiladigan nomer, misol uchun o'zingizda qanaqa nomeringiz bo'lsa shuni kiritib qo'yasiz. Standartniy qilib ishxona nomeri qo'yib qo'yilgan. Bu o'sha visit knovkasini bosgan paytda qaysi nomerga SMS yuborishni belgilab beradi. Bu yerda Wi-Fi nomi, hozir men o'zimdagi Wi-Fi'ni ulab ko'raman, paroli 1 dan 8 gacha. Bunisi internet sozlamasi, bunisiga tegmisda va standartni sozlangan bo'ladi. Saqlashni bosamiz. Siz mo'ykangizda agar Wi-Fi nomini kiritasiz, parolni kiritasiz, agar Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, o'sha parolga bu bog'lanish uchun shu yerga kiritib qo'yish kerak bo'ladi. Pastdagi sozlamalarimiz bizni Click bilan analitika serverimiz bilan bog'lash uchun kerak bo'lgan login parollar hisoblanadi. Bu yerda NFC key hisoblanadi. Bizdan mo'yka sotib olgandan keyin bokslari bir-biriga shunday NFC kartalar bir-biriga tushish uchun bu yerga NFC key kiritiladi. O'sha key hammasi bir xil qilib qo'yilsa, o'sha berilgan kartalar bir-biriga hammasiga tushadigan bo'ladi. Keyinchalik yana bizdan boks sotib oladigan bo'lsa, NFC keyni bir xil qilib kiritib qo'yadi. O'shaning hisobiga bitta karta hammasiga ishlayveradi. Qolgan mo'ykalarga aralashib ketmaslik uchun qo'yilgan bu funksiya. Bunga tegmaganingiz ma'qul bo'ladi, standartni sozlangan bo'ladi. Xo'sh, keyingi bo'limimiz update fayli. Agar apparatda qanaqadir qo'shimcha yangi funksiyalar paydo bo'lsa, bizda keyinchalik apparat almashtirmagan holatda o'sha biz orqali yangilash, biz fayl beramiz yoki onlayn yangilash imkoniyati ham bor. Onlayn yangilash orqali o'sha mo'ykangizda qo'shimcha funksiyalar qo'shib berishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin hamma sozlamalar qilib bo'lingandan keyin restartni bosamiz. Restartni bosganimizdan so'ng apparatimiz bir o'chib yonadi. O'sha nastroyka oynalar qabul qilib olish uchun. O'chib yongandan keyin mana soatimiz to'g'ri bo'ldi. Internetga ulanish boshlandi. Hozir bizda antennalar ulangan va sim karta qo'yilganligi uchun antenna orqali ulashishga harakat qilyapti. Mana 20% bonus bergandik, 20% bonus chiqdi. Tepadagi yozuv aylanadigan ekandik, aylanishni boshladi. Xo'sh, NFC kartalarimiz, qoldiq summa degan kartamiz bor. Keyin VIP kartamiz bor. VIP kartaga o'tish uchun o'sha bitta tekkizdirsak, VIP kartaga o'tadi. Yana bitta tekkizdirsak, o'sha pullik rejimga o'tadi. VIP kartani tushundik, bu biznes egasi uchun kerak bo'ladi. Endi bizda klientlarda muammosini hal qilish uchun qo'shimcha ostatka pullarni olib qoladigan kartamiz bor. Buni tekkizganimizda agar birinchi marta tekkizlab turgan bo'lsa, o'ziga saqlab oladi. Undan keyingilarida klientlar bilasizlar, ko'p muammosi yonida mayda puli bo'lmasligi mumkin bo'ladi. Shu mo'ykaga yarasha pul olib kelgan bo'ladi, nimadir sabab bo'lib turib, puli yetmay qolgan vaziyatda mayda summasi bo'lmaydi. O'shaning hisobiga katta summani mo'ykaga solgani ko'zi qiymaydi. O'shunaqa vaziyatlarda mayda topolmasa, o'sha mo'yka qarab turuvchisi, o'sha doimiy klient bo'lsa, shunaqa kartani qo'liga beradi. Bergandan so'ng o'sha klient qo'lidagi katta summani mo'ykaga qo'rqmasdan sovursa bo'ladi. Ana 20% bonus bilan 100 ming so'm pul tashladik. Klientimiz keraklicha funksiyalardan foydalanib, mana 119.742 so'm pulini, o'sha ortib qolgan pulini kartaga bonus sifatida olib ketishi mumkin bo'ladi. Keyingi safar mo'ykadan foydalanganida yana shu karta orqali o'sha pulni joyiga qaytarib yana foydalanish imkoniyati bo'ladi. Xo'sh, bu asl kartamizni tushundik. Endi bizda qanaqadir mo'ykamizda muammolar bo'lishi mumkin. Bu tabiiy holat hisoblanadi. Faza yo'qolib qolishi mumkin, pena tugab qolishi mumkin yoki apparatda qanaqadir nosozlik paydo bo'lishi mumkin. Texnika bu. Shunaqa holatlarda visit knopkasini qo'shib berganmiz. Hozir nastroyka oynasida ko'rganingizdek,
kerakli odamni nomeri kiritib qo'yilgach, apparatga bog'lanadi bu narsa. Antenna agar sim karta bor bo'lsa ishlaydi bu funksiya. Antenna agar sizga sim karta qo'yilgan bo'lsa, antennasi mavjud bo'lsa, o'sha visit knopkani bosish orqali 5 sekund bosish ko'rsatilgan. 5 sekunddan keyin qo'yib yuborgach, mana bu yerda o'sha kerakli odam nomeriga visit knopkasi ketdi. Bizga SMS keldi. Klient chaqiruvdi, shu nomer apparatimizga qo'yilgandi. SMS keldi. Eslatib o'tamiz. Yaqin atrofingizda qaysi aloqa operatori yaxshi ishlasa, o'sha kompaniyada sim karta sotib olishni tavsiya qilamiz. Bu yerda Uzmobile yaxshi ishlaydi, lekin biz Ucell sim karta solganimiz hisobiga antennamiz kam ko'rsatyapti. O'sha yaqin atrofingizdagi aloqa operatori yaxshi ishlaydigan kompaniyada sim karta solib ishlatsangiz, ishlashi yanada ham samarali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bizda yana qo'shimcha foydali ma'lumotlar bor. Ko'pchilikda pul tiqilish holatlari ko'p kuzatiladi. O'sha foydalanuvchilar sifatsiz pullarni tiqish orqali apparatda pul tiqilish holati yuzaga kelishi mumkin. Yoki bo'lmasam qanaqadir o'zingiz texnik holatda pul tiqib ishlatib turgan vaziyatingizda klient kelib qolsa, pulni qanday o'qitishni ko'rsatamiz. Bu holatda pauzani 5 sekunddan ko'p bosib turish orqali ichidagi pulni o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Pul tiqilish holatida apparaturani ochamiz. Ochgan holatda bizda standartli ICT L83 modeli qo'yilgan bo'ladi. O'chirgan holatda apparaturani o'chiramiz. O'chirgan holatda mana tepasida shunaqa bosadigan joyi bor. Bosib tepaga ko'tarsak, apparatura bu yoqqa chiqadi. Bu yer pul mana shu joyiga qisilib qolgan bo'ladi. O'sha yaroqsiz pulni olib tashlagan holatda keyin yana joyiga xuddi shunday qilib, bu yerda soyi bor. Soyini to'g'rilab, buni bosib qo'ysak, o'sha joyiga mahkamlanib qoladi. Undan keyin yoqib foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, yana bir eslatma, juda ko'p mo'ykalarimizda pul tanlaydigan holat ko'payib qoladi. Buni bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. Birinchi sababi nosoz apparat. Ikkinchi sababi o'sha sifatsiz pullar orqali bunaqa holat ko'p takrorlanishi mumkin bo'ladi. Buni asosan postoyanniy keladigan klientlarga yaxshiroq sifatliroq pul tiqishini tavsiya qilish bilan yechim qilishingiz mumkin. Nosoz apparatda o'sha apparaturani o'sha kerakli texnik xodimlarga berib remont qilish tavsiya qilamiz. Yana bir holat bo'ladi. Ko'pchilik samomoykalarda bilasizlar xo'l pul tiqadi. Shuni hisobiga hozir o'chirib ko'rsatamiz. Apparaturani ochganimizda ichida xuddi shunday pulni aniqlaydigan sensorlar bo'ladi. Bu joy o'sha pul o'tganini hisobiga ishqalanib xiralashadi, keyin qo'l pul kirganini hisobiga bu yerda namlik bo'lib, changlar yig'ilib, bu yer xiralashib, pul o'qish qobiliyati pasayib ketadi. O'shanaqa vaziyatlarda buni o'sha toza material orqali yoki paxta orqali spirt bilan yengil artib qo'yish tavsiya qilinadi. Mana shunaqa yarki holatda ko'proq priyomligimiz ishlashga idealni hisoblanadi. Ko'pchilikda savol bor, Promi apparatlariga sim karta qanaqa olishim kerak va qanday solaman? Promi apparatlariga o'zingizga yaqin joyda yaxshi ishlaydigan aloqa operatorlariga borib, o'sha adminlariga murojaat qilsang, u yerda sim karta tarifini M2M degan tarif bor. O'sha mashinalarga xizmat ko'rsatuvchi qurilmalar uchun maxsus ishlab chiqarilgan tarifi bor. Uni oylik to'lovi 6000 dan 10000 so'm oralarigacha bo'ladi. Agar siz visit knopkasini ishlatmoqchi bo'lsangiz, 200 megabayt interneti va SMS'i bor tarif tanlashingizga to'g'ri keladi. Odatda apparatlarimiz 100 megabaytgacha internet trafik sarflaydi oyiga. 200 megabayt standartli tarifda belgilangan bo'ladi. Bu sizga bemalol yetadi. Agar siz yillik tarifda sotib oladigan bo'lsangiz, sizga narxi ancha arzon tushadi va
har oy pul tashlash kerak degan muammodan qutulasiz. SIM karta apparaturamizda maxsus joyi bor. Shu joy orqali SIM karta qo'yiladi va yoqiladi. Yana bir eslatma, bizda Wi-Fi sozlamasini ko'rsatdik. Wi-Fi ga ulamoqchi bo'lsangiz qanday o'tkazasiz? Birinchi o'rinda antennamizni yechib olamiz. Bu GSM da turgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Light yozilgan, bu GSM hisoblanadi. O'sha SIM karta orqali ishlash. Bu yog'iga Wi-Fi yozilgan. Antennamizni Wi-Fi ga o'tkazdiramiz. Antenna qotirganimizdan so'ng bu yerda pulchatrimiz bor. Pulchatrimizni Wi-Fi ga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng apparaturani yoqamiz. Apparatura yongach, Wi-Fi znagi chiqadi. Hozir Wi-Fi ga ulanishga harakat qilyapti. Biz o'sha sozlangan Wi-Fi ni telefonimizdan tarqatib tekshirib ko'ramiz. Men telefonimdan Wi-Fi tarqatdim. Hali sozlab qo'ygan edik. Hozir avtomatik telefonimdan Wi-Fi ga bog'lanib ketadi. Ko'rishingiz mumkin, Wi-Fi ga bog'landi. Bu yerda antenna kuchini ko'rsatyapti. Agar yaqinroqda bo'lsa, antenna kuchini ko'proq ko'rsatadi. Agar uzoqroqda bo'lsa, o'sha Wi-Fi kuchini kamroq ko'rsatadi. Shunga qarab Wi-Fi'ingizni apparaturalarga yaqinroq yoki uzoqroq joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yashil indikator chiqib turgani bu internet yonib va serverga bog'langan deb ko'rsatadi.